Assalomu alaykum. Bugun sizlarga obzor qilib beradigan xonadonimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan. Bu kvartiramizni kirish joyi. O'ng tomonda birinchi xonamiz. Bu yotoqxona, shkaflari ham qilingan, tayyor, sifatli materiallardan ishlatilgan. Yaxshi materiallardan pardalargacha qilib qo'yilgan, tayyor. Ikkinchi xonamiz o'ng tarafimizda bu mehmonxonamiz. Buni razmeri ham 6 ga 6 metr tashkil qiladi. Undan keyingi xonamiz bu yuvinish xonasi bo'lib, mana oppoq materiallardan sifatli remont qilingan. Ta'mirdan chiqqan, ko'rib turganingizdek. Undan keyingi xonamiz bolalar xonasi. Bu ham juda ham shinam qilingan. Mana shu burchagiga shkaf yasatganmiz. Xudo xolisa 1-2 kunda qo'yib ketishadi. Undan keyingi xonamiz oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz ham juda ham shinam, ko'rib turganingizdek juda ham ko'ngilga tegmaydigan ranglarda mebel yasatganmiz. Joy qoldirganmiz xolodilnikka, gaz plitaga, pechiga va kirmoshinaga. Hamma narsa o'sha joygacha olib kelib qo'yilgan. Bu koridorimiz.